har 100 ta o'limdan 61 tasining sababi yurak va qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelyapti. Infarktdan, yurak qon tomir kasalliklaridan, insultdan o'limlarni kamaytirish imkoniyati bor. Faqatgina 50 yoshdan oshgan insonlarda uchragan. Hozir esa xolesterin to'plam ateroskleroz bo'lib qolgan insonlar murojaat qilyapti. Bu kasalliklar borgan sari yosharib boryapti. Bunday yurak qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaruvchi eng asosiy omillar bular. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston yurak qon tomir kasalliklaridan o'lim sababiga ko'ra butun dunyoda 3-o'rinda turadi. Birinchi o'rinda Tojikiston, ikkinchi o'rinda Ozarbayjon va afsuski 3-o'rinda O'zbekiston turibdi. O'zbekistondagi hamma o'lim ko'rsatkichlarini, ya'ni hamma o'lim sabablarini o'rganiladigan bo'lsa, har 100 ta o'limdan 61 tasining sababi yurak va qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelyapti. Nega bunday? Buni nimalar keltirib chiqaryapti? Bunday yurak qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaruvchi eng asosiy omillar bular. Xolesterin miqdorining qonda baland bo'lishi. Xolesterinni ko'paytiradigan mahsulotlar esa bu hayvon yog' mahsulotlari, ya'ni mol yog'i, qo'y yog'i, tuxumning sarig'i va shunga o'xshash mahsulotlar. Ikkinchisi tamaki mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish. Shuning uchun ham infarkt ayollarga nisbatan erkaklarda ko'proq uchraydi. Uchinchi olib kelayotgan sabablar esa bu stress omillari va to'rtinchisi kam harakat hayot tarziga ko'p o'tilayotganligi. Insonlar haddan tashqari ovqatlanish tartibi buzilib, ko'p ovqat iste'mol qilib, u ovqatni sarflaydigan harakatning kamligi. Bu albatta ko'p harakat qiladigan insonlarga tegishli emas. Lekin urbanizatsiya, shaharlash tufayli insonlar yaxshi ovqatlanib, kam harakat tarziga ko'p o'tib boryapti. Sport bilan shug'ullanish kamayib boryapti. Natijada esa bunday kasalliklar ko'payib boryapti. Va boshqa ikkilamchi sabablar qandli diabet, qon bosimini ko'tarilishi, nasliy moyillik ham katta rol o'ynaydi. Bu kasalliklarni oldini olish va shu tufayli kelib chiqadigan infarktdan, yurak qon tomir kasalliklaridan, insultdan o'limlarni kamaytirish imkoniyati bor. Buning uchun esa albatta to'g'ri ovqatlanishga va aktiv hayot tarziga qaytish kerak bo'ladi. Ya'ni kuniga uzoqroq 4-5 kilometrdan 7-8-10 kilometrgacha piyoda yurish, har kuni iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida mevalar va sabzavotlarni 400 grammgacha bo'lishi, hayvon yog' mahsulotlar iste'mol qilishni kamaytirish, tez hazm bo'ladigan uglevodlar, ya'ni shakarli mahsulotlarini va shirinliklarni, un mahsulotlarini kamaytirish bu kasalliklarni oldini olishga va ular tufayli kelib chiqadigan yuqoridagi o'lim kabi asoratlarni oldini olishga yordam beradi. Bundan tashqari, yuqorida aytganimiz zararli odatlar, tamaki chekish, nosvoy kabi nikotin saqlovchi mahsulotlarni iste'mol qilishni kamaytirish ham infarkt bilan kasallanish xavfini bir necha barobarga pasaytiradi. Afsuski, bu kasalliklar borgan sari yosharib boryapti. Hozir bizni qabulimizga kelayotgan 35-40 yoshdagi insonlarda ham bunday kasalliklar allaqachon uchrayapti. 35 yoshli insonlar kelganda qon tomirlarini tekshirganimizda ularda 30%, 50%, 60% torayib qolgan, xolesterin to'plam ateroskleroz bo'lib qolgan insonlar murojaat qilyapti. 30 yoshda tana vazni o'ta yuqori bo'lgan, kam harakat hayot tarziga o'tirib qolgan, haddan tashqari gadjetlardan ko'p foydalanadigan va yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet kasalligi, qon bosimini ko'tarilish kasalliklari bilan og'rigan bemorlar allaqachon murojaat qilib kelishyapti. Agarda biz oldingi statistikalarni ko'zdan kechirsak, adabiyotlarni o'qisak, bunday kasalliklar faqatgina 50 yoshdan oshgan insonlarda uchragan. Hozir esa yuqorida aytganimdek yosharib kelyapti. Lekin biz hammamiz birgalikda harakat qilib, sog'lig'imizga bee'tibor bo'lmasdan bu statistikalarni kamaytirishimiz mumkin. Buning uchun esa o'zimizni nazorat qilishimiz, sport bilan shug'ullanishimiz, to'g'ri ovqatlanishimiz, meva va sabzavotlarni, o'zimizda yetishadigan meva sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilishimiz, aksincha zararli bo'lgan yuqoridagi sanagan mahsulotlardan voz kechishimiz kerak bo'ladi. Bunga siz ham o'z hissangizni qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni avvalo o'zingiz bularga rioya qiling va yaqinlaringizni ham shu videoni ularga jo'natish orqali bunga undang.